Hozir ba'zi yaşangan atalarimiz mush o'ttash kasalliklari bilan qattiq og'rib, doktorxonaga kirgandan keyin doktorxonadagilar operatsiya qilishni tavsiya qilmaydi. Shunda o'ttash kasalliklar jinni og'ritib qiynayotgan tursa, bu ota-onalarimizni nima operatsiya qilmaysa desa, balki operatsiyadan chiqolmasligi mumkin. Nima desa, birinchidan yosh yo'g'inab ketildik. Ikkinchidan bu ota-onamizda yo yuqori qon bosim kasalligi, yo tojismon yurak kasali, yoki bo'lmasa diabet kasalligi, ming'il qon tomir to'silash qatorliq nurg'unlagan kasalliklar bu odamni jinni qiynayotgan bo'lishi mumkin. Mushu o'ttash kasalliklari sababidan operatsiya ustida balki mangulik uyquga ketishidan ansirab doktorlar biz tiyiblarni yana qavatib qo'ydi. Berib shu yurtlardagi tiyiblarni yana berib shu yerdan dori elib shunda kutuninglar. Endi bu operatsiya qilish imkoniyati bo'lmagan bu yaşangan atalarimizni oilada qanday kutamiz degan chig'imizda dastlabki qadamda mushu o'ttash kasalliklarini, o'tki yolg'onni qo'zg'itib qo'ygan yemak-ichmaklardan parhez tutishimiz kerak. Masalan, chalib pishirilgan tuxum, kebab yoki bo'lmasa har xil mayliq tomoqlar. Bulutmu et degan tarafda polo iste'mol qilmaslik kerak, yani mayliq tomoqlarni. To'y-to'kinlarningki pololarni iste'mol qilmaslik kerak. Muşular endi mush yaşanganlardaki hazm buzilish, bulapma o't yallığı, o't taş kasalliklarına ait asan qo'zg'itib qo'ydi. Endi bak quvvatlik hem bak mayliq tomoqlarni ziyodin bak to'sashqimi bo'lmaydi. Muvafiq miqdorda, az miqdorda yesa bo'ladi uni. Hem yeni birga mushu tomoqlarni iste'mol qilish bilan birga Uyg'ur tabiat dorilardan sharbati safarjil, dinol sharbati, kasini javheri, munzish javheri qatorliq mushunda dorilarni qo'shimcha iste'mol qilsa, mushu o'tninki, ya'ni qaytadan o't tash kasalliklarining qaytadan qo'zg'alib, mush yaşangan atalarımızın bir aram qilib qo'yishni oldini og'ilib bo'ladi.